Ha, mana hamda dastlabkimiz Andijon bo'ylab mutlaqo bepul yetkazib, olib borib, o'rnatib, ishlatib ko'rsatib beramiz. Andijon bo'ylab bepul olib borib o'rnatib beramiz. O'zimizda dastlabki mashinalarimiz bor. Assalomu alaykum Omad kanali obunachilari hamda YouTube kuzatuvchilari. Mana bugun Andijon Jahon bozoridamiz. Nodir akani do'koniga keldik. Shu muzlatgich gaz plita bu tomonda ham shu videoda yangilagani. Hozir Nodir akamiz o'zi batafsil tushuntiradi hammasini. Assalomu alaykum Nodir aka. Assalomu alaykum Murat aka. Siz yaxshimi, charchamasdan? Aka, mana shuni bu tomondan sekin tushuntirib ketaveramiz endi. Gaz plitalarimizdan boshlasak. Gaz plitalar aka, mana Aptel aka mana. O'zimizniki 1.200 ming so'm. 1.200 so'm. Mana Feri, bu ham o'zimizniki 1.100 ming so'm. Duxovkasi ham ishlaydi. Duxovkalar ham ishlaydi, yangida, ozgina ishlatilgan. Ha, ishlatilgan. Mana ham aka Aptel 1.200 ming bu ham aka. 1.200 ming. Duxovkasini tepa passionada, hamma yo'q 4 kishida gazga ishlaydi. Duxovkasini ham ko'rsatamiz. So'roq ko'zi ham, duxovkasi ham. Aha. Ha, mini xaridorlarimiz aka. Volto degan 1.200 ming. Pastdagi Aptel mana o'zimizniki. Bu 1.300 ming so'm bu Aptel. 1.300 ming so'm. Ha, kichkinalarimizda ma'da ham bor mana Avangard Xitoyniki. Aha. Mana bu ham 1.200 ming, 1.100 ga ham beraveramiz. Aka, bularga garantiya bormi? Garantiya bor, 3 oyga kafolat beramiz. Xohlasa motorlar o'z birinchi qo'lni Toshkentdan olib kelganmiz, unaqa ochilmagan. Mana LG avtomatimiz bor, 5 kilolik mana. Aha. 1.600 mingga beraveramiz. 1.600 ming. 1.600 ming. Bu yerda keyin hammasi ishlatilgan. Ishlatilgan ozroq ishlatilgan. Mana Samsung bor mana Invector. Mana Invector 10 yil motoriga kafolat bergan 2 million so'm. 1.900 ga ham beraveramiz. Mana ham xuddi Samsungdan. Buni ham narxi shunaqa, bu ham 6 kilolik 2 million so'm. Mana yaqindan ko'rmoqchi. Usta ko'rib kalanmagan ichki, hamma o'z raddiy holatda turibdi. Ha, hali ochilmagan. Yo'q, ochilmagan umuman. Faqat ishlaydigan olib kelamiz bu narsalarni. Bu haldeylarimiz bor mana. Mana 100 ta mana 1 eshikli. Biz 1.900 deyapmiz, 1.700 ga beramiz. Motorlari ham hamma joy almashmagan. Orski. Shu endi Orskilar yangi modellar, hozirgilaridan. Burungidan emas. Mana 2 ta eshikli. Yangi shekilli. Yangi model ha. Buni ham 1.800 ming, 1.700 ga beraveramiz buni ham. Mana Nord bor mana Ukrainaniki. Mana buni hamma yo'g'i narsalari bor, 1.600 ming so'm. 1.600 ming so'm. Mana ham 100 mana Belarusyaniki. Bu 1.650 mingga beramiz buni. Roysun bor mana Germaniya emas, hammasi mana O'zbekiston mana. 1.700 ming so'm. 1.700 ming so'm. Masudi vitrinalari bor. Bularda o'z dillerimiz, o'zi uyda ham bu ko'p. Aka, yangi-da, to'g'ri. Bular yangi ishlatilmagan. Nomlari har xil, o'zimiz Grand firmaniki mana dillerchasini olganmiz. 3.600 ming so'mdan beryapmiz, o'pdim. 3.600 ming so'm. 3.600 ming so'mdan beryapmiz. Mana Beko bor mana Rossiyaniki. Seriy svetda. Mana shularni ko'rsatib qo'ying-da. Shular ham pokiza mana hamma yo'g'i bor. Bu 2.200 ming, 2.100 ga ham beraveramiz. Marazinligimi? Asli marazinli, ya. Tepasi xaladaydi. Pozis bor mana. Bu ham Rossiyaniki, pashti yangi, ozgina ishlatilgan. Mana ichlari ham. Ochilmagan lekin. Ochilmagan, hamma yo'g'i zavодской motorlar, tegilmagan motorlar, Embraco. Marazinligi ham ancha katta ekan. Narxi kelsa aka 2.5 million. Yangida hozir 4.5 million turibdi xaridor pozis. O'z yaqinda 1.5 million. 2.5 million. Mana 100 ta bor mana Belarusyaniki. 2.200 ming. Ha, tepasi marazinli, past xaridorlik bu. Uning narxi 2.200 ming. Xohlasa kafolatlari bor hammasini. Mana 100 ta 6 oy ishlangan ekan. Mana shu yerdan oldim. Bular pulga zarar qolib sotdi. 5.5 millionga olgan edi ekan. Bizda hozir 3.200 mingga beramiz. Yarim narxiga. Yangi ekan-da. Pashti yangi 6 oy dekabrda ochgan ekan. Buni prosta pulga zarar qolib sotdi. Bu Indizit bor mana. Italiya bilan Rossiya samlashdi. 2.5 deb buni 22 ga beramiz. YouTube'dan kelgan klientlarga 21 ga ham beraveramiz. Mana shu ekrandagi raqamga telefon qilaverasizlar.
Bol ham chiqarib qo'ysa bo'ladi. Ma'da ham o'zini Mana brendini qo'yib qo'yganman. 3 oy kafolat deb. 90lik 951 82 81. Shu raqam Nodir akaning o'zlariniki. Bu magazinligimiz ham Ha, mana magazinni 1 oy oldin olgan ekan. Yangi turibdi. Mana korobka, hamma joyi turibdi. Prosta bu boshqa narsaga pul kelib qolib sotadigan bo'ldi. 1 oy ishlatilgan. Yangisi $400. Biz $350 ga beraveramiz. 1 oy aniq ishlatilgan, yangisi bilan farqi yo'q. Korobka, dokumenti yangi mana. ishlatilmagani bilinib turibdi. Ishlatilmagan mana korobkalarga turibdi mana kalitigacha. Qanaqa? Atvek ham tegmagan, shunday radnoy bosh turibdi, yangi turibdi. Zo'r. Kema bordan Atlant aka. Atlant aka 2 million 300 deyapmiz. 2 million 200, 2 million 100 ga ham beraveramiz. Telefon qilaverasizlar, kelishtirib beradi aka. Ha, yo'lda qilib beramiz. Moya Atlant sal kattarog'i mana. Buni ham narxi qancha katta bo'lsa, hozir bilmadim. Magazinligi pastda. Magazinligi pastda. Keyin Kanforga so'raganlar, Kanforga asosiy do'konimiz Kanforkaniki Mo'g'ol do'konida mana. Bu yoqqa xaladellik qo'yganmiz, Kanforkani bu yoqqa qo'yganmiz. Hozirlar mana Artel. Bularni 1 million 700 deb 1,5 1 million 400 ga beraveramiz. Bunisi elektrический. Ammo bittasi elektrический. Duxovkalar ishlaydi. Ha, duxovkalar tepaslar ishlaydi. Keyin mana ham gaz bor, mana Brest, Belarusiyani gazi. Mana shu Rossiya paytida chiqqan juda pishir gaz. Ancha munchaga ichdim bo'lmaydi. Qop-qonli mana. Bulardan 1,5 deb 1 million 300 dan beraveramiz. İçini ham ko'rsatib beramiz. Mana rosa pishir olma, hamma joyi mustahkam buni. O'zi o'cha gazlar bor, bir o'ngilardan. buni ham narxini aytib. Ha, 250 mingga beraveramiz. Kimgadir qiziq. 250 ming. Mo'g'lar beryapmiz, Farg'onskiy gazlar 650 ming so'm, 700 ming so'm sotyapmiz. Mana Ukrainaniki bor, 1 millionga beramiz mana Lord. İçi ham pokiza top-toza. Mo'g'lar bor, Paxotniklar bor, 300 ming so'm, 250 ming so'mga ham beraveramiz. Mo'g'lar gazlar 600 ming so'm, 550 mingdan beraveramiz bularni. Farg'onskiy gazlar. Keyin 5 talik gazimiz ham bor mana. Duxovkasi juda katta, u tandur bilan bir xil desa ham bo'laveradi. Juda katta. 5 tokozi ham Bu endi asosan qayerlarda ishlanadi? Bu endi stolovoylarga bor bu. Yurozlarga ham bo'laveradi, oshxonasi kattaroq bo'lsa bo'laveradi. Bu asosan stolovoylarga bo'lsa, aynaylargacha bor mana. 2 million deyapmiz, 1 million 700 mingga beraveramiz buni. Yaxshi. Momsi ham bor. Buni sal boshqacharoq ekan. Bunisi 4tasi gaz, 2tasi to'kli. Mana duxovkali, mana. Mana boshlangan mana xil. Bize ajoyib ekan, o'zim ham birinchi ko'rishim bunaqasini. Kichkina gaz balon sig'ar ekanda. Ha, bitta gaz balon tiqib qo'ysa ham bo'laveradi ichiga. Zo'r. 13 million deyapmiz, tushib beramiz buni ham. O'zi yangisi ancha qimmat, 6-7 millionlik narsa. Hozir mana Artel o'zimizniki. 1,5 million deb 1 million 200 ming so'mdan beraveramiz. Moya mana shunaqa 1 million 100 mingga beramiz buni. Feriya, bu ham Turkiyaniki. Ana, ichi ham cho'tki. Kimgadir qiziq bo'lsa. Kimlargadir kerak bo'lib turibdi mana shu narsalar ham. Moya mana Artel. 1 million 200 ming, 1 million 300 ming so'm atrofida sotyapmiz mana shularni. Rangi boshqachasi ham shunaqa narsa. Mana, ichi ham cho'tki, top-toza, pokiza. Haligi zanglab eskilib ketmagan. Normalniy. Shu ekan mahsulotlarimiz. Shu ha. Endi uyda ham bor, yana ancha muncha kerak bo'lsa, uyda ham bor. Skalatlarimizda ham turibdi. Mana mashakamiz bor. Endi do'konimiz kichikroqligi uchun qana chap chiqamiz. Javob beradi. Xudo xolasa o'zimiz tutamiz. Jahon bozorida aka, bu tomondan kelishda kattaroqdan kirib Lo'nqo'lga. Kattaroqdan 10 ga kirsanglar, shu akamizning joylari shu yerda. Bu tomonda ovqatlanadigan stolovoydan o'tiladi. Ha, stolovoydan o'tiladi. 50-do'kon. O'tib chapga 50-do'kon. 50-do'kon. Kelaverasizlar, hurmatli obunachilar. Barchaga omad tilaymiz. Rahmat, sog' bo'linglar.